Aziz aka-uka, opa-singillar, barchalarimizga Allohning rahmati bo'lsin. Ramazon oyi musulmonlar uchun juda katta voqealarni yodga soladi. Mana shuning uchun Ramazon har bir musulmonning qalbida o'zgacha o'rin egallagan. Ramazon ichki va tashqi dushmanni mag'lub qilish oyidir. Ichki dushmandan maqsad shayton va yomonlikka buyuruvchi nafs. Shuningdek, islom tarixida tashqi dushman ustidan bo'lgan katta g'alabalar ham Ramazon oyida bo'lgan. Nu'man ibn Bashir radhiyallohu anhu payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni qanday vaqtlarda jang boshlashlarini aytib, shunday deganlar: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tong otgan vaqtda jang boshla olmagan bo'lsalar, shamol ko'tarilishini va namoz vaqti kirishini kutardilar. Imom Buxoriy rivoyat qilganlar. Bu hadisdan tushunamizki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam fazilati bo'lgan namoz duo vaqtlarini kutganlar. Islom tariximizda ko'p g'alabalar Ramazonda sodir bo'lgan. Badr g'azoti ham Ramazonda bo'lib, musulmonlar buyuk nusratga erishgan. Alloh taolo Badr g'azoti haqida shunday deydi: Alloh o'z so'zlari bilan haqiqatni qaror toptirishni va kofirlarning orti bilan yo'q qilishni iroda qilgan edi. Badr g'azoti hijratning ilk yillarida bo'lgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Madinaga hijrat qilib kelganlaridan keyin avvalgi 2 yilda ichki holatni mustahkamlashga e'tibor qaratdilar. Turli jihatlar bilan kelishuvlar tuzdilar. Keyin Allohning taqdiri bilan katta Badr g'azoti sodir bo'ldi va musulmonlar Ramazonda buyuk nusratga erishdilar. Makka fathi ham Ramazonda bo'lgan. Hijratning 8-yili Ramazon oyining 20-kuni Makka fath qilingan. Natijada odamlar Allohning diniga to'p-to'p bo'lib kirganlar. Andalus Ispaniya fathi ham hijratning 91-yili Ramazonda bo'lgan. Bu buyuk fath ikki qo'mondon Tariq ibn Ziyod va Musa ibn Nusayr rahimahumalloh boshchiligida bo'lgan. Xalifa Mu'tasim boshchiligida Vizantiya bilan bo'lgan jangdagi Amoriy fath ham hijratning 223-yili Ramazonda bo'lgan. Ayni Jalud jangi ham hijratning 658-yili Ramazon oyida juma kuni bo'lgan. Ramazonning 25-kuni musulmonlar qo'mondoni Muzaffar Sayfuddin Qutus rahimahulloh Mo'g'ullarni mag'lub qilgan. Mo'min musulmonlarga tavhid, taqvo ahliga Alloh taolo nusrat berishini va'da qilgan. Alloh taolo aytadi: "Mo'minlarga nusrat berish bizning zimmamizdagi haqdir." Allohning nusrati kelishiga sabab bo'lgan ishlarning eng buyugi Allohdan taqvo qilishdir. Nusrat kelishi uchun islom ummati albatta Allohdan taqvo qilishlari kerak. Alloh taolo aytadi: "Agar sabr qilsangizlar va Allohdan taqvo qilsangiz, u mushriklar ustingizga birdan bostirib kelishsa ham, Robbingiz sizlarga belgilangan 5000 farishta bilan madad berur." Allohning shariatiga bo'ysunish ham nusratning eng katta sabablaridan va nusratni eng mustahkamlovchidir. Alloh taolo aytadi: "Albatta Allohga, Allohning diniga xizmat qilgan zotlarga Alloh nusrat berur." Agar ummat Allohning diniga amal qilib, dinga xizmat qilsa, Alloh ularga nusrat beradi. Ummat Allohning diniga amal qilmasa, qay bir jihatga amal qilmasligidan qat'iy nazar, ta'lim sohasiga e'tibor bermaydimi yoki dinni tarqatishga, odamlarga to'g'ri xabar yetkazishga yoki iqtisodni rivojlantirishga, umuman islom dini buyurgan qaysi bir sohani e'tiborsiz qoldirsa, Allohning nusrati kechikadi. Alloh taolo aytadi: "Ey iymon keltirgan kishilar, agar Allohga, Allohning diniga amal qilib xizmat qilsangiz, albatta Alloh sizlarga nusrat berur va sizlarni sobit qadam qilib qo'yur." Shu o'rinda muhim bir jihatni aytib o'tishimiz kerak. Roza musulmon kishining irodasini mustahkamlaydi, sabr bardoshli bo'lishga o'rgatadi. Albatta bu nusrat omillaridan. Alloh taolo aytadi: "Ey iymon keltirgan kishilar, agar biror lashkar bilan to'qnashsangiz, sobit turing va Allohni ko'p yod eting." Roza musulmon kishini qiyinchiliklarga sabr qilishga, mashaqqatlarga chidashga o'rgatadi. Chunki rozador ochlik va chanqoqqa sabr qiladi va inson nafsi tarbiyalanadi. Shuningdek, g'alaba faqat sabrning ortidan keladi. Albatta Ramazon oyi sabr qilish oyidir. Alloh taolo aytadi: "Ey iymon keltirgan kishilar, sabr qilinglar va sabr qilishda o'ta bardoshli bo'ling." Boshqa oyatda: "Albatta sabr qiluvchilarga ularning ajri savoblari behisob berilur." Mujohid rahimahulloh ushbu oyatning tafsirida aytganlar: Sabr qiluvchilar roza tutuvchi musulmonlardir. Alloh taolo bizlarni sabr qiluvchi insonlardan qilsin va bu oydan katta foyda yutuqlar bilan chiqishimizni Alloh hammamizga nasib qilsin.